Biz balalarimizni panosning ichiga selib, jamiyatdan ayirib tarbiya olib borolmaymiz. Agar biz balalarni bu ish bizning dinimizda to'g'ri emas deb majburiy cheklasak, u balalarda bizning dinimizning so'g'ish keyiniga chekinish shakllanadi. Shundaqla ular o'qiyotgan maktabda saboqdoshlari tug'ilgan kunni tabriklayotsa, ularning tabriklagisi kelmamdi. Hammamizning bilgandek, har qanday bir salohiyat majburiyat talab qiladi. Masalan, bir odam o'zini o'qituvchi deydigan, u odam cho'qim o'qituvchilik salohiyatiga loyiq ishlarni qilish kerak, o'qituvchilik salohiyatini zidlaydigan har qanday ishlardan yiroq turish kerak. Masalan, bir odam o'zini o'qituvchi deb o'yinchiqni olsa, u odam ko'zimizga qanday ko'rinadi? O'qituvchilik qiyofatiga kirib olgan yolg'onchi odamdek ko'rinadi va u odam bizning nazarimizdan tushadi. Ya'ni burunqi o'qituvchilik degan hurmati qalbimizda bo'lmaydi. Chunki u odam o'zining salohiyatiga loyiq ishlarni qilmaydi. Hamda hammamiz o'ylab boqaylik. O'zimizdan so'rab boqaylik. Biz kim? Biz qaysi dinga tava? Bizning diniy salohiyatimiz nima? Bu savolga ko'pinchamiz biz musulmon deb javob berishimiz mumkin. Biz musulmonlik salohiyatimizga loyiq yashayotgandik, musulmonlik salohiyatimizga zid qiladigan ishlarni yiroq yashayotgandik, musulmonlik salohiyatimiz talab qiladigan ishlarni ado qilayotgandik, musulmonlik kimligimizni qo'g'dayotgandik. Afsus, musulmonlik bugun kunimizda shundoq bir saxtilish qarab menayotdiki, xuddi saxt puldek shakli bor, ammo qimmati yo'q. Chunki biz o'zimizni musulmon dedik, ammo musulmonlik salohiyatimiz bilan yashamadik. Musulmonlik kimligimizni qo'g'damadik. Musulmonlik qimmat qarashimiz bilan yashamadik. Nega bo'lsak shu yerga erishib, qimmat qarashlarimizni shu yerga moslashtirdik. Ya'ni o'zimizning kimligini, rangini, musulmonlikqa xos qiyofatimizni, salohiyatimizni saqlab qolamiz. Odatda bir salohiyatni ko'tarib turib, uningga loyiq ishlarni qilmasak, shu salohiyat talab qilgan eng aqlli ishlarni qilmasak, biz u salohiyatga xiyonat qilgan bo'lamiz. Shuning uchun oldidan hammamiz o'zimizning kim ekanligini o'zimizdan bir so'raylik. O'zimizning kimligini o'zimiz e'tirof qilib bo'lgandan keyin, shu kimlikka loyiq yashayotgandim degan bu savolni o'zimizdan bir so'raylik. To'g'ri, bugungi kunimizda diniy kimligimiz, islomiy kimligimiz har tarafdan ig'ir xiroslarga duch kelyapti. Bo'libmi Yevropa ellarida yashayotgan qarindoshlarimiz o'zining diniy va milliy kimligini qo'g'dashda qiyinchiliklarga uchrayapti. Chunki ular na diniy, na milliy kulturdan xoli yiroq holatda yashayapti. Ularning diniy kimligini qo'g'dashi xuddi paxtaning orasida cho'g'ni saqlaganga o'xshash qiyin. Masalan, ular yashagan jamiyatda Rojdestvo bayrami, Halloween bayramiga o'xshash yatlarning dini bilan yeltizib tutishadigan bunday bayramlar ular yashagan jamiyatlarda bo'ladi. Ular şunun içinde yaşaydı. Balları şundak bayramlar tebrikleşidigan, özünün dini kimligi her türlü garipsinişqa, her türlü hırsla uçaydigan şundak mekteplerde ve cemiyetlerde okuydu ve yaşaydı. Elbette dini kimligimiz kelgan hırslarning ko'p bo'lishi ve ig'ir bo'lishi bizning imtihonimizning nəhayət yuqori pallada ve igizli ekanligini bildiradi. Imtihonning yuqori pallada bo'lganligi bizning erishadigan savobimizning, mukofotimizning yuqori ekanligini bildiradi. Mukofotning yuqori bo'lganligi, uningdan o'talmasak jazoning yuqoriligini ko'rsatadi. Chunki eng yuqoriga chiqqan odam pastga tushsa, nəhayət qattiq Shuning uchun biz diniy kimligimizni qo'g'dashda ig'ir sinoqlarga duch kelyapmiz. Bo'libmi Yevropa ellardagi qarindoshlarimiz ig'ir sinoqlarga duch kelyapti. Bunday sinoqlardan sog' salomat o'tish haqiqiy iymon, jasorat, iroda talab qiladi. Shu esimizda bo'lishi kerakki, diniy kimligimizni himoya qilish, iymonimizni himoya qilishning tunji qadami. Diniy kimligimizni himoya qilmasak, bizning iymonimiz keyiniga chekinadi. Shuning uchun diniy kimligimizni himoya qilishda oddiy ishlar bo'lsa-mu qat'iy sal qaramasligimiz kerak. O'zimizning diniy kimligimizdan, diniy xosligimizdan faxr qilishimiz kerak. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda dedi: Allah bergen dini kimlikte çın turunlar. Yani Allah bergen kıyafette, Allah bergen rengde, Allah bergen haslıkta çın turunlar. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَ Allah bergen kimlikte mi? Allah bergen haslıkta mı? Güzel kimlik, güzel haslık var mı? Elbet diyor. Allah'ın sözüge hakiki işine dağın, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sözüge hakiki işine dağın mümin Allah bergen kimlikten, yani İslami haslıktan fəxr qılıdı, onun ile gururlandı. Şundaqla bizim İslami kimlikimizni qo'g'dashimiz, imani kimlikimizni qo'g'dag'anlik qiladi. Shuning uchun Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir qancha yerda haliful mushrikin, mushriklarga qarshi turishinglar, ya'ni mushriklarga o'xshamaydigan ish qilinglar, ularga o'xshab qolmanglar. Haliful yahuda va nasara, yahudi va xristianlarga o'xshab qolmanglar, ularga o'xshamaydigan ish qilinglar degan. Hatto Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Ashura kuni ro'za tutib, sahobalarni bu kun ro'za tutinglar degan vaqtida sahobalar: "Ya Rasululloh, bu kunda yahudi va nasaralarni ro'za tutdi" degan. Bu vaqt Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam "Undaqda biz kelaylik, ilgirki bir kunni qo'shib tutaylik" degan. Demak, bir Allohga ibodat qilishdimi ularga o'xshab qolmaslik kerak. Nima uchun? Kimligimizni saqlash uchun. Chunki kimlik himoya qilinsa, mavjudlik himoya qilinmaydi. Kimlikni himoya qilish deganlik mavjudligimizni himoya qilish deganlik. Kimlik irib ketgan jamiyatda mavjudlikmi bo'lmaydi.
Shundaqla biz o'zimizning kimlik bilan faxrlanib, g'urur his qilib yashagan vaqtimizda iymonimizning lazzatini, huzurini shu vaqtda tetiy olamiz. Aksicha o'zimizning diniy kimligimizdan, diniy qiyofatlarimizni nomus qilib, xijillab yashagan vaqtimizda iymonning huzurini tetiy olmaymiz. Shundaqla boshqalarning nazaridan tushimiz. O'zini Yahudi yoki Xristian deb turib, o'zining dinidan nomus qilgan, o'zining dinidan xuduksirgan bir Yahudi yoki Xristianni ko'z oldimizga akib baqayli, ular qarta bizning hurmatimiz bo'lmaydi. Chunki o'zi e'tiqod qilib turib, ya'ni o'zi nomus qilganlik bu odamning bir yarmasligining bir ifodasi. Ba'zi qarindoshlarimiz boshqa millatlarni do'rab, shu orqali izzatga, hurmatga yoki madaniylikka erishmoqchi bo'ladi. Amaliyotda haqiqiy hurmat, haqiqiy izzat, haqiqiy madaniylik Alloh buyurgan ishda, Alloh bergan kimlikda bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda ayabtaguna indahumul izza. Sizlar ularning qishda izzat izlamsizlar, ya'ni kofirlarni do'rab, yotlarni do'rab, ularga o'xshash bayram o'tkazib, ularga o'xshash kiyinib izzatga erishamiz deb o'ylamsizlar. Fa innal izzata lillahi jami'an. Izzat, sharaf, hurmat, madaniylik hammasi Allohga oid, Allohga mansub. Shuning uchun izzat Alloh bergan islomiy kimlikda bo'ladi. Islomiy kimlikdan yiroqlashgan odam izzatdan, hurmatdan, sharafdan yiroqlashgan bo'ladi. Bundan boshqa bugungi jamiyatimizda nihoyatda avj olayotgan, shundaqla bizning islomiy kimligimizga xiris olib kelayotgan ishlarning birisi tug'ilgan kunni tabriklash. Kichiklarni demay turayli, Qur'oniga yetgan, xeyli yoshli cho'ng, hijobliq hamshiralarimiz, musulmon qiyofatdagi yoshlarimiz hech ikkilanmasdan, qaratilmasdan tug'ilgan kunni o'tkazyapti. Ajaba bular bu bizning dinimizda to'g'rimi deb so'rab baqdimi? Bu bizning millatimizda bor ishmi deb so'rab baqdimi? Biz aqliy jihatdan o'ylab baqaylik. Tabriklash, qutlash degan qanday vaqtda bo'ladi? Ma'lum bir natija qozongan vaqtda bo'ladi. Bir odam bir yilni tugutib, yana bir yoshga kirdi deganlik, Alloh bergan umr dasmoyisidan bir yil qisqardi, o'limga bir yil yaqinlashdi deganlik. O'limga bir yil yaqinlashsak, uni tabriklamdik. Uning uchun to'rt yemdik. Qaysi bir mantiqa, qaysi bir aqlga uyg'un tabrikligida qanday cho'ng ishlarni qildik, o'limga qanday tayyorlik qildik, hayotda kishilarga foydali ishlardan qanday izlarni qo'ydik. Asli aqlli bir inson umrdan bir yil qisqarsa, keyiniga bir qarash kerak. Men nima ish qildim? Hayotimni nimalarda o'tkazdim? Hayotda qanday izlarni qoldirdim? Alloh rozi bo'lgan qanday ishlarni qildim? O'limga qarab ketyapman. O'limga qanday tayyorliklarni qildim? Bu haqda o'zini hisob elish kerak. Undan boshqa tug'ilgan kunni qutlash na bizning milliy urf-odatimizda, na bizning dinimizda bo'lgan ish emas. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum." Qandaq bir odam boshqa bir millatga, boshqa bir qavmga, boshqa bir dinga o'xshab olsa, shuni doğrusa, ularning qatoridan sanaladi deydi. Agar bir musulmon Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning so'zi menga yetakchi deb qarasa, bu hadis uningga yetarli. Ammo kichiklarni bu ishning qandaq to'simiz, cho'nglarga o'zini payg'ambarning ummati deb qarasa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bundoq deb deganda bu ishlardan o'zini tata, lekin kichiklarda undoq tuyg'u bo'lmaydi. Shundaqla ular o'qiyotgan maktabda savoqdoshlar tug'ilgan kunni tabriklabasa, ularning tabriklagisi kelmamdi. Qanday qilamiz? Old bilan shu narsa esimizda bo'lishi kerakki, bizning farzandlarimiz mushu jamiyatda yashayotadi, mushu jamiyatda o'sib cho'ng bo'ladi. Biz bolalarimizni panusning ichiga selib, jamiyatdan ayirib tarbiya olib bormaymiz. Agar biz bolalarni bu ish bizning dinimizda to'g'ri emas deb majburiy cheklasak, u bolalarda bizning dinimizning so'g'ish, keyiniga chekinish shakllanadi. Chunki bizning dinimiz bolalarning nazarida ularning xushalligini cheklagan, ularning tug'ilgan kunini o'tkazishni cheklagan bo'ladi. Xo'sh, unda qanday qilamiz? Bolalarning tug'ilgan kunini tabriklab, tort akirib, sham pultamdi. Yo'q, biz old bilan bir narsani tushunishimiz kerak. Bolalarning bu ishda qiziqayotgani tort yeb, sham pulash emas. Bolalar sham pulashning mantiqasini, falsafasini bilmaydi. Bolalarning qiziqayotgani, orzu qilgani xuddi tug'ilgan kun o'tkazgan vaqtida bolalarni markaz qilgan yig'ilish, faoliyat, hadiyalash bo'lgandek, o'zini markaz qilgan yig'ilish, faoliyat, dasturxon bezash va hadiya berishga o'xshash bir faoliyatning bo'lishini orzu qiladi. Mana bu bolalarning orzu qilgani. Shuning uchun biz bolalarning mushu orzusini qondiramiz. Qanday qilib qondiramiz? Masalan, bolalarning Qur'onga tushgan kuni yoki ona til savodi chiqqan kuni va yoki Ramazonning tunji kuniga o'xshash o'zimizdagi qimmatli, ahamiyatli kunlarni odat kundek o'tkazib emasdan, shu bolani markaz qilgan asosda hadiya berish, dasturxon bezash, ya'ni bolalarni markaz qilgan asosda bolalarga faoliyat qilib beramiz. Ya'ni bolalarning o'zini markaz qilgan asosda bir faoliyat o'rlashtirib berishdan iborat bir istikani qondiramiz. Ondan keyin bolalarimizga savoqdoshlar tug'ilgan kun o'tkazayotgan vaqtida, bolalar bizning mundaq kunlarimiz bor. U kunda sizga hadiya beramiz, sizni tabriklaymiz deb o'zimizga xos bo'lgan qimmatli, ahamiyatli kunlarni bolalarga so'zlab beramiz. Bu vaqtda bolalarmi, bizning o'zimizga xos kimligimiz, o'zimizga xos kunlarimiz bor ekan degan tuyg'u keladi. Shundaqla bolalarga kimlik tarbiyasi olib boramiz.